Akalar, hoziroq like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib qo'yishni unutmaysizlar. Shu shartlarni bajarib kelganlar uchun bitom mishallarimiz narxini chegirmadagi narxida, aksiyadagi narxida sizlar uchun qilib beramiz, akalar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yangilik partiya zavodskoy bitom mishallarimiz kirib kelgan. Video davomida shularni zo'rini qilib, narx-navolar bilan tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz. Optim olib, sotishga olaman degan akalarimiz uchun cherov narxlarda chiqarib beramiz. Donaga oladigan akalaringiz ham telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Aytganimdek, like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib qo'yganingiz uchun narxini cherov narxlarda xabar beriladi. Xo'p, biz hozir hadovoy variantidan sotishga tayyor qilib qo'yganmiz. 180 hamda 200 lik variantini tanishtirib o'tib ketamiz. Bizda bundan kattaroq hamda kichikroq variantlari ham mavjud. Xo'p, 180 litrligimizdan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik akalarimiz ukam bitom mishalka olyapmiz, nimasiga ahamiyat berishimiz kerak degan savolni juda ham ko'p berishadi. Shu aniq hisobiga biz birinchi o'rinda akalar listlariga e'tibor berasizlar. Listlari original konteynerda ishlov berilgan materialdan qilib ishlangan holatda bo'ladi. Hozir ko'pchilik bitom mishalkalarimiz yuqqa holatda bo'lyapti. Keyin tagidagi shesterna val qismlari plastmassali hamda chugulli shesternaga bo'linadi akalar. Agar sizlar plastmassali shesterna oladigan bo'lsangiz, оборот hisobiga, aylanish hisobiga titilib ketishi mumkin. Buni chugulli shesterna deyiladi akalar. 3-4 yil bemalol xizmatlarini qilaveradi. Ukam shunchalik bitom mishalkani maqtayapsan, motori qanaqa chiqadi degan akalarimiz uchun motorlari akalar original, sifatli, juda ham mustahkam motorlardan qilib foydalanib qo'yilgan. Mana ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. Yashil knopkani bossanglar ishlaydi, qizilda bossanglar o'chish xususiyatiga ega, ko'rishingiz mumkin. Bu bitom mishalkamiz xohlasanglar o'ng tomonga akalar, xohlasanglar chap tomonga bemalol ag'darib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Tagidagi qozoni akalar buniki almashadigan variantda bo'ladi. Ko'p bitom mishalkalarimiz sploshnoy holatda bo'ladi. U holat oladigan bo'lsalaring qozoni titilib yoki da boshqa holat bo'ladigan bo'lsa, qozonini buni polni almashtirib tashlash kerak bo'ladi. Buni bolgika bilan bo'shatib turib bemalol chiqarib ishlatsanglar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, to'liqroq ma'lumotini yoki da tushunmagan joylaringda pastda nomerlarga qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, optim narxida qilib beramiz, kelishtirib to'liqroq ma'lumotini beramiz. Like, komment bosib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Endi ukam bizga kattarog'idan bo'lsin degan akalarimiz uchun, xo'p, kattaroq varianti, listlari ham qalinroq, shesternalarning tishlari ham qalinroq holatda bo'lgan variant yetib kelgan. Xohlasanglar betonga, xohlasanglar rasvorga ishlab chiqarishga ham bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi. Suvoqadigan yoki tomaydigan joyi bo'lmaydi. Ramalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari ham oldingi bitom mishalkalarimizga nisbatan shirokiyroq qilib ishlanib kelgan akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Garantiyalari bilan beramiz. Mana ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. Upakovka holatda olaman degan akalarim uchun upakovka holatda agar mabodo voha yoki da boshqa joylarga dastavka qilinadigan bo'lsa, mana shu upakovka holatda berib olinadi. Mana ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. Bu 200 litrli varianti. Bu tomonda mana 180 litrli variantlari ham mavjud. To'liqroq ma'lumotini telefon qilinglar, tushuntirib, tanishtiramiz. Yig'ilish jarayonlarini ham tashab beramiz. Mana shu holatda yig'ilinadi. Yarim ajragan holatda keladi bitom mishalkalarimiz. Shunaqangi zavodskoy bitom mishalka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, biz topish anchagan oson bo'ladi. Telefon qilib bog'lanib xarid qilaverasizlar bemalol. Dastavkalar bor.